Bugun o'quvchilarimizning bitiruv oqshomi 2 oy davomida o'qib, izlanib, o'zligini yangi biznesligini ochib, pul topish uchun yangi qadamni tashlagan o'quvchilarimizni taqdirlaymiz. Bu oson bo'lmadi. 2 oy davomida hayotingizda umuman qilib ko'rmagan ishingizni bajarib, umuman hayoti o'zgarib ketgan o'quvchilarimiz bor. Mana shularni inshaalloh tabriklab, taqdirlab va keyingi qadamlarga yo'l ochib beramiz. Hozir ustoziyda Dono Alixonovani sahnaga taklif qilamiz. Qarsaklar bilan. Assalomu alaykum. Mana ko'pchilik qilmagandik. Senga rahmat. O'ylaganimizdan a'lo darajada inshaalloh o'tkazamiz degan umiddaman. Xudo xolasa, bugun san kuningda. Bitirganlar, bitirmaganlar oramizda hamma bor. Bitirganlar 9-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 patron oxirimiz, 18, 19, 20 patronlarimiz hali o'qish jarayonida. Xudo xolasa sizlarga ham chiroyli qilib tabriklash nasib qilsin, sizlarga ham natijalarni ko'rish nasib qilsin. Xudo xolasa bugungi kunni chiroyli qilib o'tkazamiz degan umiddaman. Bugun sizlarning ko'ngilda maza qilib, bir-birimiz bilan tanishib, bir-birimiz bilan yaqindan muloqot qilib, faqatgina biznes emas, balki faqatgina o'qish emas, balki bitta dasturxonda o'tirish ham bizlar uchun bitta motivatsiya bo'ladi. Chunki har doim bilasizlar, bizlarda motivatsion dars yo'q, asosan faqat dars bo'lgan. O'shaning uchun bugungi kechani tashkillashtirdik. Inshaalloh xursand bo'lib ketasizlar degan umiddaman. Chiroyli qilib o'tkazamiz. Hammalarga kelganingizga rahmat.
Xudo xolasa, qolganlarni ham nima deydi? Bitta kasb. Aslida marketplace to'g'risida gapiramiz, uzum to'g'risida gapiramiz. Umuman olganda hayotimizdagi qilib ko'rmagan ishimizni qildik. O'zinglar uchun yangi bitta sahifa ochdinglar hayotingizda. Ayniqsa umuman uy bekasilik darajasidan yangi kasbni o'rganish uchun birinchi o'rinda o'zimizga qat'iy chaqiramiz. Bu haqida albatta hammalarni o'zinglar uchun uddalaganlar, o'zini ustida ishlay olganlar, hayotini o'zgartira olganlar, butunlay hayot tarzini umuman boshqa tarafga o'zgargan ayollar borligida, boshqa soha erkaklar ham o'qishda, endi hozir bolalarimiz kelishgan, lekin sizlar uddaladinglar. Xudo xolasa, ana shu sahnada har bitta insonni o'zini o'rni bor, har bitta o'quvchimizning o'zini o'rni bor. Dars jarayonida kimgadir qattiq gapiraman, buni hamma bilishadi. Instagramda ham o'zi unaqa yumshoq ayol emasman. Lekin nimaiki gapirgan bo'lsam, nimaiki qilishga majbur qilgan bo'lsak, hammasi sizlarning foydanglar uchun. Kim uchundir og'ir bo'lgan bo'lishi mumkin, kim uchundir yengil bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin shu qadamlardan o'tdinglar. Shu o'tganlar uchun shu yerda o'tiribsizlar. Agar o'tmagan, bizda hozir mana 9-potokdan buyog'iga 700 dan oshiq o'quvchi o'qidi. Lekin ko'ryapsizlar, 150 kishi, 120 ta o'quvchimiz kelgan. Bu nimani belgisi? 700 dan oshuvlarning ichida tanlangansiz bo'lgansiz. Hammani ham bu etapgacha, yakungacha yetib kelishi oson emas. Ko'pchilik orqaga qaytadi. Juda ko'pchilik. Lekin orqaga qaytmagan, davom etyapti, boshlayapti, o'zi uchun yangi sahifa ochyapti. Xudo xolasa bismillah deb hammalarni chaqiramiz. Kim o'zini familiyasini eshitganda bemalol kelib, o'zini qiyinchiliklarini обязательно aytib beradi. Sertifikat berayotganda bu nimani yakuni, bu nimani belgisi? Siz boshqa etapga o'tganingiz, boshqa levelga o'tganingiz, hayotingizda boshqa sahifa ochganingiz belgisi. Bu shunchaki sertifikat emas, balki hayotingizda qo'rquvlar bilan yuzlashish. Xudo xolasa bismillah deb boshlaymiz. Xo'p, sertifikatimizni Uzumda biznes boshla kursimizni yakuni uchun beriladi va buni muvaffaqiyatli tamomlagan o'quvchilarimizdan boshlaymiz. Birinchi o'quvchimiz To'rabek va Gulshan. Gulshan opa 14-potok o'quvchimiz, bitiruvchimiz keling. Birinchilardan bo'lib, bular 14-potok o'quvchimizda offlaynda o'qib turib, nevarali bo'luvdi o'sha paytda. Nevarali bo'lib turib, uddalagan ayolimizni o'zingizni ozgina bo'lsa ham aytib berasiz. Assalomu alaykum. Kursdoshlar, biz hammamiz kursdosh hisoblanamiz. Mani samimiy, mehribon, birma-bir yelkama-yelka turgan 14-potokimiz. Donaxon sizga rahmat. Sizlarni g'amxo'r, eng chiroyli, go'zal ustozimiz. Hammaga assalomu alaykum. Men o'zi asli kasbim o'qituvchi edi. Keyin taqdir nimasi bilan bozorga chiqib ketganman. Oyoq kiyim, gipermarketda, Abu Sahiy gipermarketda oyoq kiyim savdosi bilan ishlayman, o'qitimda ishlayman. Yanvarda ko'rganimda Donoga hali ham o'chirib tashlaganman. Menda bitta shunaqa odat borki, Instagramda nima bepul desa, ulanaveraman. Ulanib ketaveraman. Dononing haliga ulandim, o'chirib tashladim. 3 oydan keyin yana boshqatdan ulandim. Allohga tavakkal dedim, keldim. Bir kunda to'lov qilib, suvdagi kirib ketdik, o'qishga kirib ketdik. Go'zal mana bu yerda Dono, Gulmohon hammasi baravar xabar olishib, yordam berishib, biz
Bizani 14-patok qizlar shunday jips boylashdiki, bir-birimizga bo'ldi yordam berib, bir-birimiz bilan fikr almashib yurdik. Va 1,5 oy ichida 44 million oborotga chiqdim. $1000 bilan boshladi, 12 million bilan boshladi, 44 million oborotga chiqdim. Oyoq kiyimda ishladim va riski mayda bunaqa butilkachalar, machalkachalar, shunaqa narsalar bilan suvdan ko'tarib ketdi. Hozirda Xudoga shukr qilaman, yaxshi. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. Bozorda ko'p kelib turishadi, uzun gaplar. Kimda o'qiysiz deyman. Birinchi bergan savolim shunaqa, kimda o'qiysiz? Bir narsa qadamda, bir narsa yo'q, siz Donoli Xalva ko'rdingiz. Mana rezultat ko'rdim, qildim deyman. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ldi. Nima degan? Mana hozir mevasini ham ko'rib turibmiz. Birinchi darsga kirganimda Donoli Xalvani SMS kelganda qilib suvda bo'lib turadi. Xuddi o'sha gaplari qulog'imda qolib ketgan. Haqiqatda shunaqa bo'lar ekan. Ertalabdan hozir shu o'tirganimgacha 6 ta 7 ta narsa soобщение keldi, sotildi. Shunaqa. Hammaga omad tilayman. Allohim g'oyibidan halolidan barakasi bilan oson qilib bersin. Keyingi o'qish bitirganlarga ham, o'qiyotganlarga ham hammasiga omad tilaymiz. Sizga ham kattakon rahmat, rahmat kattakon. Bizga bergan bilimlaringizga rozi bo'ling. Go'zalxon, sizga alohida rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Biz tindik, yotib uxladik, lekin go'zal bizani uyg'otdi. Rahmat kattakon. Ilohim xayrli bo'lsin, davomli bo'lsin inshaalloh. Yana ham bundan chiroyli natijalar kutib qolamiz. Rahmat kattakon. Keyingi o'quvchimiz Odilova Lolaxon. Bizning eng aktiv o'quvchilarimiz 14-patogimizda vashi boshqacha bo'lgan. Bunaqa patog bitta komanda bo'lish muhim. Bir-biringlarni podдержка qilish muhim. Ayniqsa bu narsani 14-patogda ko'rdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni sertifikatlaringiz bilan ozgina bo'lsa ham boshlash qanaqa bo'ldi? Assalomu alaykum barchaga. Men o'zi juda ham uyatchan, tortinchoq qizman. Doim opamlar bergan ishonchlari, motivatsiyalari bilan ancha o'zimga ishonch orttirib biznes boshlab oldim. Xudoga shukr. Go'zalga alohida rahmat aytaman. Kecha bilan uxlamasdan bo'ling deb eshitib qo'llab-quvvatlab turadilar. Xudoga shukr. Birinchi qo'yganimni ertasi kuni savdo bo'lgan. Juda ham xursand bo'lganman. Noyabrda Xudo xohlasa o'zimga tez ochib, sizlardan chiqib ketaman. Necha pul bilan boshladingiz? $100 bilan. Hozir qancha оборот qildingiz? Aniq bilmayman. Bizda do'st yo'q, ko'rmaydi. Lekin savdo bo'lyaptimi? Ha, Xudoga shukr bo'lib turibdi. Nechta narsa sotdingiz? 30 xildan ko'p. 30 xil tovar qildingiz. Sotuv nechta soni bo'ldi? Uni ham ko'rmaysizmi? Mashalloh, bunaqa o'quvchilar qanaqa? Yurak keng. Молодец. Omadingiz bo'lsin. Ertasi bo'larkan? Bo'larkan. Qayerda o'qiydi? Men bu ishlarga tekisli kiyimda. 6 kun so'roq bilan. Men ishlamagan, unaqada men kassir bo'lib ishlaganman o'z magazinda. Savdoda bo'lganman. Omadingiz bo'lsin. Rahmat. Ishonch rahmat. Hasil etamiz. Bir-birimizdan foydalashga qilamiz. Keyingi o'quvchimizni bir-birimizdan foydalashga qilib chapishamiz. Tursunqulova Ma'muraxon. O'quvchimizda 10-patokdan qolib ketdi. 10-patokdan qolib ketdi. Qaytadan o'qigan o'quvchimizda
sinfda o'qi. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Juda ham katta hayajondaman. Sababi men o'zimda bitta katta to'siqni yengib o'tdim degan bir o'zimda katta ishonch paydo bo'ldi. Sababi men Donopamni 2 yil kuzatganman. O'sha paytda birinchi kurs ochganlarida o'qiyman deb hech ruxsat ololmasdim. Va Allohni menga bergan bir yaxshiligi deb o'ylayman. Mana shu yil o'qishimga o'sha erim tomonidan ruxsat berildi va men bundan o'qidim. Men 10-potokka kelgandim. 10-potokda ham o'qituvchiman. O'qituvchi bo'lganim uchun ozgina qiynalganim sababli Donopam menga qayta o'qishimga ruxsat bermasa kerak degan hayajon bo'ldi. Lekin bir marta vaziyatimni tushuntirganim uchun yo'q, siz xavotir olmaysiz, yana qayta o'qib o'sha dam olish paytlaringizda o'qishingiz mumkin deganlar. Men bundan juda ham xursandman Donopa. Mana o'sha ishonchimni qaytarmaganingiz uchun katta rahmat. Va men 14-potokda o'qib o'sha o'zimda bo'layotgan atmosferaga kirdim. Va 1 milliondan boshlab hozir shu 9 million daromadga anaqa qilgan. Sababi men ham ishlaganligim uchun hali to'liq kirib ketganim, lekin savdolar bo'layapti. Har kuni koftalar qo'ygan, hamma narsadan savdolar zo'r. Men bitta narsaga amin bo'ldim, mana shu yerda o'tirgan hamma hech narsadan qo'rqmash kerak ekan. O'zimga kirdingizmi, tag'in zo'r joylashtirdingizmi, savdo uxlaganingizda ham bo'laveradi. Buning uchun hammasi uchun sizlarga rahmat. Kuratorimiz Go'zal opaga alohida rahmat. Sog' bo'ling. Men bu yutuqdan juda ham xursandman. Boringizga shukr. Mana shu narxa uchrashuvni qilishni o'zi bu bitta katta narsa. Juda ham xursandman. Rahmat. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Keyingi o'quvchimiz Qodirova Nodiraxon. Nodira o'qishi puli qimmat. Birinchi bitani minus-potokda o'qib, undan keyin qadam tashlagan o'quvchilarimizdan. Assalomu alaykum. Rahmat. Bergan bilimlaringizga rozi bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Lekin ko'p ekan ustoz. Mana shu kirishim bilan ko'rib zal to'la. Voy ustozim, o'quvchilarim. Endi biz o'zimiz ham ishlayotganmiz. Xo'sh, men o'zi aslida darsim qimmatdi. Erim baholi bergandi. Lekin o'qitish yo'lini topdi. Ancha cho'qalatib turib, keyin katta savdoga kirgizadi. Rahmat. Kattakon sizga aslincha 3 million lira hisobim bor edi. O'sha chiqsa bo'ldi degan maqsadda o'qigan edim. Lekin o'tgan oy 10 million daromad qilgan bo'lsak, bu oy 25 million daromad inshaalloh. 2,5 barobar o'qidi. O'qish puli 2 martadan chiqib ketdi. Qanaqa boshladik? Siz menimcha 1 yil oldin keldingiz. 1 yil oldin kelib, xo'jayinim bilan gaplashib ketdik. Ularga nasib qilmagan ekan, men davom etdim. Qanday o'xshadi? Zo'r. İçiga kirgan sari kirib ketaverar ekansiz. Savdolar zo'r, eplasa bo'ladi. Keyin men uydan dashi non sotib olishga chiqmagan odam edim. Savdoni epladim. Mashalloh. Menimcha bunaqa holat ko'pchiligimizda, umuman uy bekasi, umuman boshqa sohada ishlab ham ko'rmagan insonlar eplayapti. Demak, siz ham eplaying. İşonch uchun rahmat. Rahmat kattakon. Xudo xohlasa davom ettiramiz inshaalloh. Yaxshi natijalar kutamiz. Rahmat. Sertifikat topshirayotganda nima yetib chiqadi? Hech qanday bilasizmi? Hammada qo'rquv bo'ladi. Boshlash eng katta qadam tashlagandan keyingi holat
yuklashish bu eng katta bitta to'siqi bosib o'tish hisoblanadi. Hop, keyingi o'quvchimiz Muhammadiyeva Munisa. Uni oilasi birinchi o'zi kursga yozilgan oilalar birida umuman qizlarini bu sohaga kiritayotganlarida o'zi xohlamadimi, bolalarni majburlash kerak emas. Lekin Feruza bitta eshitamiz. Bu senga qanaqa bo'ldi? Birinchi o'zi ishonmayaptim. Keyin Nechasan? 21. Keyin oyim to'liq bo'lgandan keyin siz yopiq seminaringizga bordilar. O'shanda umuman biznesga tushmasdim. Dars o'tasiz, bilmagan narsamni o'zi tushunmayman. Shunaqangi oson tushuntirdilar, shuning uchun o'qishga qaror qildim. Hozirda уже 1000 ga yaqin dars o'tildi. 15-chi qadam. Mingta so'zlar. Hamma narsa qo'yib qo'yamiz, hamma narsaga. Sovundan tortib, kosmetikagacha, kiyimgacha. Nima sotilmas ekan? Hamma narsa. O'zimman marketplace hamma narsa sotish mumkin. Chunki oddiy bozor. Shunchaki uni qo'yishni bilish kerak. Udaladingmi? Oldin onlayn magazin bo'lgan o'zi. Xitoydan tovar sotganman, lekin auditoriya yig'ish, klient topish qiyin. Albatta o'zi kerak. Yoqdimi? Rahmat. Omad tilayman. Eng keragi farzandlik bilan o'zingizmi yoki xo'jayingizmi uddalagan. Hozirgi kunda turmush o'rtog'i bilan o'qiyotgan ayollarimiz juda ham ko'p birgalikda o'qishlarga. Yuklasanglar bo'ladi. Bular misol kelganlarida kursga yozilaman deb kelganda tashqariga chiqib oyisini oylarini bilan erini shunaqa manipulyatsiya qilyapti pul olish uchun. Shunaqa manipulyatsiya qilyapti. Men o'zim oldim ochib qo'yay. Samandar va Gulshanoy. Bu qizdan o'rgansa bo'ladi ruxsat olishi. Assalomu alaykum. Mana opani 1 yil kuzatganman. Namuncha ko'p kuzatasizlar. Yo'q, meni bo'lganligim uchun kirolmaganman. 8 oylik chaqaloqimni tashlab sizga o'qishga kelganman. Allohga shukr. Boshlanishda 3 kundan keyin so'ra boshlangan. 8 talab, 10 talab. Tabii menimcha katta natija. Chunki o'zimni sohamni yaxshi ko'rmaganligim uchun bu sohada yana o'qituvchi. Nimani haydovchi. O'qituvchilarning maktabda o'qituvchilar bor. Biznes sohasida ham sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Allohga shukr, men uddaladim. Qancha bilan boshlading? 500 ming bilan boshladim. 500 ming bilan boshlash. Keyinchi. Keyin o'sha tovarlarning sotila boshlagandan keyin yana avval tikishni boshladim. 5 milliondan ziyod endi tikdim, lekin qancha bo'lganligini bilmayman. Zo'ra. Pul tikasida qancha bo'lishini hisoblayman. Hali sizni yatdingizdaman. Endi Xitoydan ham tovar zakaz qildim. Endi xudo xolasa o'zimni yatdan ochib boshlamoqchiman. Samarqandda turib ishlash qiyinmi ekan? Yo'q. Hamma oson yo'lni o'rgatdingiz. Rahmat sizga. Rahmat, ishonchingiz uchun. Go'zal opamga alohida rahmat, chunki uxlamay qachon savol bersam 20
o'quvchimizda buni ham xuddi shunaqa ikkilanishli katta bo'lgan va uddalagan o'quvchilarimizdan bittasi Kasiva Elmira opa. Hammada birinchi nima bo'ladi? Qimmat degan bo'ladi. Hammada bo'ladi bu. Lekin buni oqlasa bo'ladi. Agar harakat qilsangiz. Kevsar Elmira opa. Qo'lingiz bilan xudo xolasa 2 martalab o'qidilar bizada. Boshlaylik beradi. Qanaqa bo'ldi? Assalomu alaykum barchaga. Menga xursand undan keyin o'tirib haqida o'qidim. Balamga o'qidim почти. Tugishni istayman. Ham больницада sanitарка istayman. Tovarlarimni tigib, tayyorlab, balamga tayyorlab beraman. Balam bo'lsa kachkalarini to'ldirib, hammasiga qilib, xizmatga joylab qo'yadi. Rahmat, Malik sizga rahmat. Sizning orqangizda hammasi. Biznes ledi bo'ladim, rahmat aytish. Elmira opa, birinchi mana mini potokda o'qib, keyin katta kursga to'lov qilishga nima sabab bo'ldi? Shu siz bergan bilimlaringiz, shu axlat. Mini potokda o'qishim, tovar kanal ochdim. Keyin kanalda ham savdolarim zo'r. Zo'r, молодец. Qancha bilan boshladingiz? Kam pulga boshladim. Kam bilan, chunki bunda hammani qo'rquvi bor. 500 ming. Men materiallarni tirib sotaman. Klientlarga Xitoy tovarlarini sotaman. Yetarli. Aylama qildik. O'ylab ko'rmadim. Keyin aytdim. Natijalarni ko'rsatdim. Inshaalloh. Xayrli bo'lsin. Misolingizlar ham Rahmat. Patoklar ichida to'g'risini aytaman. 21 patokni boshlaganmiz, lekin eng aktividan eng bitta tushib chiqdi orada. Eng zo'r motivatsiya bergan patogimiz 14-patok. Natijaligi zo'r, eng zo'ri viloyatli o'quvchilar bir-biri bilan o'rtoq bo'lgan. Mabotta hojatda. Xolisi Saudiyadan barakatini bersin. Alloh xayrli qilsin. Davom etamiz, tez qo'ymadinglar. Ozgina bo'lsa ham motivatsiya bo'lyaptimi? Yo'q, bo'lmayaptimi? Zetmadinglarmi? Tez topshiramiz-da, keyin mazza qilib o'ynaymiz. Keyingi o'quvchimiz Irmat va Maftuna. Nechinchi patokda o'qidingiz? 7. Bitta endi bo'lishasiz. 1 yil bo'ldi, 1 yil. Men o'zi noyabr oyida o'qiganman. 7-patokda o'qiganman. $300 bilan boshlaganman o'sha payt. O'sha payt o'zida 3 oyda 12 millionga chiqqan oborotim. Undan keyin martda o'zimni yakdayim ochib, yana boshidan boshlaganman. Hozirgi oborotim 100 milliondan oshgan. Endi qanchaga oshiramiz? Milliard. Milliardga chiqolmasdi. Mana shu stolinglar. Bular 1 yillik militarlik
sotib olishgan. Xudo xolasa bir yilda milliardga chiqmasa hisobmas, hammani yonida oqlab berishadi degan umiddaman. Xudo xolasa. Va'da beramiz. Xudo xolasa, inshaalloh. Rahmat. Keyingi o'quvchimiz Qurbonova Muborakba. Qoraqalpoqdagi yili 67 yoshlarida o'zlarini offlayn o'quvlarni onlaynga o'tkazgan o'quvchimiz Muborakba 5 kun davomida, mana yoshlar o'tirishadi, bo'lmayapti, o'xshamayapti, nima 5 kun davomida mana shu ofisda ertalabdan kechgacha o'tirib, uddalagan o'quvchilarimiz rahmat. Rahmat. Bu sizga. Rahmat. Rahmat qarang. Shuncha odamlarga o'zlariga baraka keltirsin. Alloh razı olsun. Rahmat. Biz kelmasinlar. Oilalarni sog'lik. Hammani omadini bersin. Shunday savdo bo'lyapti. Natijasi ham bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, yo'lingiz sog' yuring. Shakarib yuring. Hamma arzu millat yetaversin. Bundan ham ko'p shogirdlar chiqadi. Bizlarga ustoz sog'. Alloh razı olsun. Muborakba hammaga motivatsiya bo'ladigan joy. 5 kun davomida siz bilan ishlaydi. Orada qattiq ham gaplashdik, yumshoq gaplashdik. Qanaqa bo'ldi? Yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi. Men shunday sizlardan ishlab yosharib ketdim. Yoshlardan ishlasang motivatsiya olasan. Kompyuter yaxshi bilmas edim. O'qidim kompyuterda. Asta-sekin olib ketdim. Hammangizga Xudoy ishlayingiz omad bersin. Onlayn Ha, shunaqa bo'ldi. O'zimni magazinimni Tbilisida ishlayapman. Yana magazin ochdim. Kosmetika. Молодец. Omadingiz bersin. Inshaalloh sizni qator sizga o'xshab yurish nasib qilsin. Rahmat Muborakba. Bu chapijallarda bo'lmaydi. 67 yosh kichkina yosh emas. Yana Qoraqalpoqdan Toshkentga darsga kelmaydi. 15 million pul to'lab qo'ygan kelmaydi darsga. Qizlarga yarim o'tiraman, darsga kelishyapmiz. Keyingi o'quvchimizda buni ham hali yana 1 yil davomida bilamiz. Yusupova Zamira opa. Rossiyada tayyor ishini tashlab, butunlay Toshkentga qaytib kelgan o'quvchilarimizdan. Sizga rahmat, ishonch uchun. Nima uchun qaytding? Nima bo'ldi? Avvalo assalomu alaykum, hamma kursdoshlarga. Men 1 yildan ziyod Rossiyaga ishlaganman. O'sha yerda baliq berishga qiymati yo'qlar, yurganman, bu yerdan hech qachon sezolmaganman. Keyin Rossiya zeriktiryorlar. Kimga o'tsan ekan, Allohga taqadi, pullar bergandim. Siz oldindan chiqib qoldingiz. Demak, yoshlik ekan shu deb o'ylab Rossiyadan aloqaga chiqqanman. Keyin shu vaqtda sizga yozildim. O'zim kompyuterni diplom yaxshi tushunmaganim uchun sizga iltimos qildim. O'zimga kesaman. Siz ruxsat berdingiz. Sizga ming bor rahmat. Hech qachon udalolmayman deb o'ylagan edim. Udaladingmi? Yosh emasman degan paytim aytgandingiz. 10 necha yoshlarga ham udalolmayman. Katta rahmat. Udalamasligimizga qo'ymadingiz. Kechasi ham kunduz ham o'rgatdingiz. So'rasak javob berdingiz. Kattakon go'zalga ham rahmat. Hammalar sizga garibda yordam bersin, uddalariga Allohga shukr. Rossiyaga qaytamizmi? Yo'q, hech qachon. Terploy bo'ldi. Qaytganimga sizga yozildim-u, ikkinchi darsga yetib keldim. Rossiyadan. Ishonavering, yo'qman. Eplasa bo'larkan. Eplasa bo'larkan. Biznesda bo'larkan. Da. Endi nima qilamiz? Dash davom ettirmoqchi, yaxshi to'xtatmoqchi emasman. Inshaalloh, Xudo xolasa. Bular ham 1 yil davomida yana birga ishlaymiz. Xudo xolasa qancha bilan boshladik? Men $1000 tikdim, keyin tikib ketdim. O'xshamoqdami? Da, yaxshi bo'ldi. Xudoga Tabriklayman. shukr. Bu
ko'p bo'ladigan umiddaman. Rahmat uchun. Azgina tezlashtiramiz. Keyingi o'quvchimizda lekin shijoatlariga qoyil qolmasa bo'lmaydi. Tog'ay va Arafat. Haqiqiy mandan qatnab hozir 1 yilda o'qishni boshladik. Nima uchun boshladik? Men oldin mart oyida o'qiganman, davlatdan yarisidan foydalanib o'zim narsalar tikib sotganman. Qishloqda tikuvchiman, savdo bilan shug'ullanganman. Kompyuter olishim kerak edi, kompyuterim yo'q edi. Xo'jayinimga kompyuter kerak deb janjal. Dadasiga ko'ylak olib deb janjal qilgan qizchaga o'xshab janjal qildim. Topib berib, mayli deb kompyuterni oldi, ishni boshlab. Yaxshi bu yerda qarz yo'q, boshqa yo'q. Hech kim bir-birini aldolmaydi, hamma narsa ko'rinib turadi. O'shaning uchun u muddati tugadi. Endi o'zim ochib, xudo xolasa, yana o'qib davom etkazmoqchiman. Rahmat aka. Mashhur opaga ham katta rahmat. Ustozimiz til bilan javob berib, hamma savollarimizga sizlarga ham katta rahmat. Sizga ham rahmat ishoningiz uchun. Birinchi sertifikatingiz xudo xolasa davomli bo'ladi degan umiddaman. Inshaalloh. Hozir tezlashamiz. Bizda 5 bilan chaqiraman. Rizqboyeva Muslimaxon. Oxunova Sindora. Chaqirib olamiz, keyin bilib bo'lishadi. Dadijon Omina Xonu onlayn o'quvchilarimizda onlayn o'quvchilar qanaqa bo'ldi? Onlayn o'qisa bo'larkan, ozgina o'zinglarni do'q holatingiz bilan hozirgi holatingiz Yaxshi bo'ldi. qanaqa boshlaysiz? Nima so'raysiz? Men filka bilan nonni sotdim. Yaxshi bo'ldi, zo'r sotildi. Deb bo'larkan. Ha, bo'ladi. Assalomu alaykum. Men o'zim magistraturada o'qiyman. Bu kursga yana qo'shimcha daromad sifatida kirib keldim. Zo'r natijalarga chiqdik, sotuvlar boshlandi. Men o'zimda har xil narsalar bor, deslikimni ham, krujkalar ham, har xil narsalar bor. O'zlar bangi, Dilafruz opamga qattiq rahmat. Kechqurun 1 bo'ladimi, 12 bo'ladimi, doim javob yozishadi. Rahmat, kattakon. Ishonch uchun rahmat. O'zi men birinchi ko'rmaganman, ayam yozilganlar sizga, keyin to'lov qilganda, keyin siz meni ovozi chatda yoqasiz, keyin gapirtirgansiz. O'shanda menga motivatsiya bo'lgan. Keyin o'shanda qiziqib ketganman. O'z onlayn do'kon bo'lardi bizda. Keyin supermarketga ham kirdik. Dilafruz opaga, Go'zal opaga katta rahmat. Doim yozsam javob beradilar. Qaysi biri oson ekan? Uzunmi yoki onlaynmi? Uzun. Chunki klient bilan muomala qilish juda qiyin bo'lardi. Asabiylashib ketardim. Supermarketda yozsiz, yozmasiz o'zlari olishardi. Klient o'zi tayyor. Zo'r. Ishingizga baraka bersin, Alloh xayrli qilsin. Rahmat ishonch uchun hammaga. Keyingi o'quvchimizda Hajjayeva Gulnoza. Sobirova Feruza opa. Sobirova Feruza.
Ishonishim bitta ishdamiz. Assalomu alaykum hammaga. Men shu birinchi kelganimda yangi Tursiyadan kiyimlar bo'lgan, detskiy analiz qilib chiqqanimda qarasam, uzumda почти yo'qdi. Hammasi arzon, detskiy kiyimlar. Rosa qo'rqqanman boshida. Ketadimi, ketmaydimi deb, lekin bir so'raganimda go'zaldan adashmasam, hamma anaqaga ham, mahsulotga ham xaridor topiladi, qo'yavering qo'rqmasdan deganlar. Shu qo'ydim, yomon emas, hozir ancha narsalarimiz sotilyapti. FBSda ishlayapmiz ko'proq. Juda ham xursandmiz. qancha tovar bilan boshlaymiz. Onlayn, offlayn o'qiysiz. Qiyin emas, hamma darslarni ko'rib, o'zlashtirsa, harakat qilsa bo'ladi hammasi. Zo'r. Rahmat ishoning uchun. Rahmat sizga ham, Rahmat. rozi bo'ling. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hammalarga. Taklif uchun rahmat. Bizga bergan bilimlaringiz uchun rahmat. Men o'zimga kirib kelgan ko'p bo'lmadi. Endi ikkinchi oy bo'lyapti. 16-patokimizda biza. Men o'zi davlat tashkilotida ishlayman. Sizni men Ali Baybekban davridan kuzatardim. Ular faxrlanib gapiradigan o'quvchilardan bitta edingiz. Men o'zingizni ko'rmaganman, lekin ularni kuzatib yurgan joyimda har doim meni o'quvchim Dona Alixanova, meni o'quvchim Dona Alixanova deganlardan keyin Instagramda menda paydo bo'lib ko'ringansiz. Keyin siz kuzatishni boshlaganman. O'sha o'zingizni yutuqlaringizga erishgandan keyin, o'zimga kirib borganingizdan keyin havasim kelardi, lekin haddim sig'masdi. Men ham harakat qilib boshlashga. Lekin oxiri bilmadim, shu yil o'qiyman shu insonnida anchadan beri havas qilardim. Oddiy o'quvchilik davridan shuncha yutuqlarga erishib, katta o'zlarini orqalaridan o'quvchilar boryaptilar, o'zlarining natijalarini ko'rsatyaptilar. Demak, bu insonni bilimi bor. Shu insonni etagini tushsa, ya'ni biz ham biron narsaga yutuqlarga erishamiz deb tavakkal qilib boshladim. Qanaqa o'qishni boshlaganim ham o'zingiz bilasiz. O'qishga boshlashdan oldin ham o'zingizni oldingizga birinchi kelib aytdim sizga. Menda qo'rquv bor, lekin nima qilay deganimda, o'sha kuni menga gapirgan gaplaringizdan keyin men tavakkal qilib boshladim. Alhamdulillah, endi 2 oy bo'lyapti. Katta natijaga hali erishmadim, lekin bo'layotganini o'zida aytmanki, demak, darshigani harakat qilsam, intilsam bo'ladi. Inshaalloh. Shuning uchun mana hozir katta bizdan oldin o'qigan o'quvchilaringizni yutuqlarini eshitib, kuniga 10 ta, 20 ta sotim desa, biz hozir bitta sotilgan, ikkita sotilguncha kecharamiz-da. Biz ham demak bularni davrigacha harakat qilsak boramiz. Inshaalloh. Bilgan bilimlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Men 16-patok onlayn o'quvchisiman. Sizni ko'p kuzatganman. 1,5 yilmi, 2 yilcha kuzatib, tavakkal qilib, keyin to'lov qildim. Afsusda emasman. Borgan sari kundan kunga ko'p izlanib, yana praktikam oshib boryapti. Xudo xolasa katta natijalarga chiqishga harakat qilaman. Kuratorlarimizga kattakon rahmat. Dilafruzga, Go'zalga, o'z 9 gacha savolinglarni beringlar degansiz, lekin 11 da yozsa ham hammasiga javob berishadi. Rahmat hammaga. Onlayn o'qib bo'lar ekan. Men umuman onlayn o'qiy olmasam kerak deb tavakkal qilib boshladim, lekin o'rganib ketdim. Hozir tezroq bitiryapman. Rahmat tashakkur. Rahmat hammaga. Qasimova Feruza. Nurmat Bayroqi. Bahadir Bekzor. Hoji Mirzayeva Aziza. Muhiddinova Munisa. Ruqiya opa. Keyingi o'quvchimizdan Toshpo'latova Nozima. Chiqamiz-a? Hammamiz chiqamiz.
To'xtajon qani? Farzandlari bilan ancha-muncha qiyinchiliklarni yengib o'tgan o'quvchimiz. Allahyar va Sayyora. Aktiv o'quvchilarimizdan bittasi Abdusalom Muhammad. Xo'p, hammalarni bitirganinglar bilan tabriklayman. Xudo xolasa, qo'rquvlarimizni boshidagi va hozir og'iz. Kim boshlaydi? Bir siz boshlaysiz bo'lmaydi. Men o'zimga anchadan beri kirmoqchi bo'lganman, lekin aytganlaridek qo'rquvlarim bo'lgan. Ayrim sabablarga ko'ra bu yil kirib keldim. Endi 2 oy bo'ldi. Sekin-sekin savdolarimiz bo'lyapti. Zo'r. Qo'rquvlar yengdingmi? Yengdik. Zo'r. Mashallah. Assalomu alaykum. Abdusalom Muhammad. Hammaga men onlayn biznesga, marketplace'ga kirishdan oldin ko'p bizneslar ko'rganman. Xitoydan tovar zakaz qilib, Telegram guruhlarda savdo qilib ko'rganman. Natija past bo'lgan, keyin marketplace'ga kirishni maqsad qilaman. 3-kursimda, keyin 4-kursimda marketplace'ga kirib keldim. Hozir savdoyim normal bo'ladi. Endi assortimentni ko'paytirish niyatim bor. Kelajakda. Eplasa bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Zo'r. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum sizga. Boshdan boshlashdan oldin juda ham qo'rquv bo'lgan menda ham, hamma kabi. O'zi odamlar sizni ko'rib qolib, meni o'qitgandilar, to'g'risi. Hozir hammasi yaxshi, savdolarim yaxshi. Zo'r. Kuratorlarim Umid opa bilan Mashhur opaga alohida rahmat, sizga ham katta rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Mana shunaqa tantanali врученияda hammamizni birga yig'ib, organizatorlarga kattakon rahmat. Rahmat. Donaxon, bizani kuratorlarimiz Go'zalxon, Dilafruz Gulbahorlarga kattakon rahmat. Bor bo'linglar. Instagramda ko'rib sizni albatta o'qiyman deb kelganman. Inshaalloh rivojini endi ko'ramiz. Xudo xolasa. Inshaalloh. Rahmat sizlarga kattakon. Rahmat. Gapirasiz? Eng yig'loqi, rosa gap eshitgan, oxirgilarni yig'lab ketgan o'quvchi. Gapirmasa bo'lmaydi. Men boshida sizni ko'rib, Telegramda chiqib qolgansiz. Keyin shuni jizitganman deb bekor ham uyda o'tiribman-ku, deb borib yomon emas, yaxshi. Sizga, Dilafruzga, Go'zalga katta rahmat. Bergan bilimlaringizga rozi bo'ling. Xursandman kursingizda o'qiganimdan. Bu o'quvchimizda oxirgi darsda yig'lab ketgan o'quvchi. Shunaqasi ham bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Men sizni shu Instagramda ko'rib, 1 yil oldin qiziqib qolgan edim. O'shanda sahrangizni chiqib olib, videolaringizni ko'rib yurardim, kuzatib yurardim. Yo'ki shu bu yil o'qishga qaror qildim. Shu uydan ruxsat so'rab, keyin amallab o'qidim. Xudoga shukr. Natija yomon emas, alhamdulillah. Allohga shukr. Savdo qilsa bo'lar ekan. Bo'ladi. Harakat qilsa bo'ladi hammasi. Xudoga shukr. Rahmat. Eng kerak savdo bo'lyaptimi? Bo'lyapti, xudoga shukr. Umid opamlarga ham rahmat. Umid opa, rahmat sizga ham. Vaqtingizni ayamay savollarimizga javob berganlaringiz uchun, erinmasdan tushuntirib berganlaringiz uchun sizga ham rahmat kattakon. Sizga ham alohida Donopa rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Sizni Donopa karantin paytidan beri kuzataman. U payt onlayn savdo o'rgatardingiz. Kosmetikada. O'zim tikuvchiman. Eplolmayman deb sizni kuzatib, o'chirib, yana ko'rib, oxir uzun marketni boshlaganingizdan keyin yana ham qiziqib 12-patokda o'qish nasib qilgan ekan. Sizni yatidingizda 2 oy ishladik, savdolarim bo'ladi, yaxshi bo'ldi. Faqat siz aytganingizni qilmaganim uchun o'zimda minus bo'ldi. Chunki kosmetika, qimmat kosmetika qo'yuvdim. Qiynalasiz boshlashga dedingiz, baribir yo'q, o'shani qilaman deb qilganim uchun. Lekin tajriba bo'ldi. Endi ham onlaynda o'qishga rosa o'ylanardim.
onlaynda bir o'qiganman, yaxshi bo'lmagan, lekin sizni onlayn kurslaringizni hammaga tavsiya qilaman. Chunki bizga offlayndan qo'yib berdingiz, tushunmagan joylarga deb. Umid opa erinmasdan har bittamizga tushuntirdi. Katta rahmat Umid opamga. Do'konlarimizga obzor qilib berganda ham, kechqurun bo'lsa ham vaqtini ayamaganiga katta rahmat. Sizga ham, Umid opaga ham. Rahmat. Bugun kelib, yana ham motivatsiya olib, ham qizlar bilan tanishib, yana dugonalar orttirib, Xudo xolasa harakatni yana tezlashtiramiz. Eng keragi to'xtab qolmaslik. Katta rahmat. Umid opamga, Mashhur opamga, Dilafruz, Go'zal, Gulbahor, Odina, xullas ko'pchilik. Bitta o'zim, xuddi saqlanib turganim bilan, lekin orqada juda ham katta jamoa bor. Ularni hammaligini mehnati, har bitta natijada. Assalomu alaykum. Voy, hayajonlanib ketdim. O'zi sizda boshida o'qiganimda pashti 90% odam edi. Qo'ysangchi boshqa narsaga o'qi deb. Lekin yo'q dedim. O'sha anaqalaringizda ham yig'ilganda ham borganda vaqting bekor ketyapti deyishdi, lekin to o'sha sotuvga chiqib boshida bir haftada 20 ta narsa sotdim desam, Mashhur opam malades deganlar. Malades. O'shanda keyin qo'limga pulim yetib olganimdan keyin mana deb uydagiga ko'rsatsam, o'sha hamma podдержка berishni boshladi. Boshi qiyin. Onlayndanmi, offlayndan? Yo'q, onlaynda. Onlayn. Eplasa bo'ladi. Bo'larkan. Sizdan chiqqandan keyin yana to'xtab qoldim. Keyin avgustdan yana sekin boshlamoqchi edim. O'sha birdaniga boshlanib ketdi keyin. Maşallah. Zo'r. Alloh xayr etsin. Aytganingiz. Rahmat. Ishonmaganlar ham hozir mana boshida uzun market deyishardi-da. Yo'q, hozir uzun market qanaqa bo'lyapti deb hammani qiladi-da. Uzun market ishlayapsizmi deb. Shunaqa o'zim mana faxrlanib ketaman o'zim. Malades. Uddaladim. Erim ham aytdilar. Uddalading dedilar. Malades, ishonaman senga deb. Uddalasa bo'larkanmi? Men sizni Instagramdan kuzatganman, seminaringizga kelib ko'rganman, o'sha seminarda qaror qilganman qatnashishga. Va o'sha paytda yozilganman, qatnashdim. Umid opamlarga rahmat, sizga ham, bizning kuratorimiz edilar. Tushuntirib, tushunmagan joylarimizga, savolimizga javob berib turardilar. Men boshladim, savdolarni boshlab ko'rdim, lekin orada ma'lum sabablarga ko'ra to'xtatdim. Va mana hozir endi yana qayta boshlamoqchiman va Xudo xohlasa yil oxirigacha yaxshi natijalar bilan sizdan Xudo xohlasa rahmatlarni eshitib, rahmat etishlik nasib qilsin endi. Inshaalloh. Kutib qolamiz. Eng yaxshi natijalarni albatta mana shu sahnada turib, har bir yilda olgan sertifikatinglarni oqlaysizlar degan umiddaman. Ishingizga baraka bersin. Keyingi natijalar bundan ham a'lo darajada bo'lishini tilab qolaman. Hammangizga rahmat. Eng keragi ishonch uchun. Rahmat. Yakunlanmagan, lekin davom etayotgan o'quvchilarimizga ham shu bitiruvga chaqirganimizda tantanali ravishda, shartli ravishda sertifikat topshiramiz. Va sertifikat topshirish uchun hozir meni yonimga kuratorlarimiz Go'zal va Dilafruz. Birinchi o'rinda shu kungacha bizning komandamizda juda ham ko'pchilik ishlashyapti. Bularning orasida Umid opam, Mashhur opam boshda kuratorlikda yordamlashdi. Undan birinchi patokdan 6-chi patokgacha Go'zal kuratorlik qilgandilar. Hozirgi kunda yana bosh kurator bo'lib bizda ishlashyapti va Xudo xolasa shu kuratorlarimiz bilan birga o'quvchilarimizga topshiramiz sertifikatlarni. 67 yosh bu rekord dedi-da. Lekin 68 ham bor. Bulardan bittasi Zaid va Tohir opa. Ayniqsa yoshlarimiz uchun juda ham namuna bo'ladi. Tohir opa bosh bo'lib hozir gapirib berasiz. Kursdoshlaringizni chaqirib olgandan keyin. Xo'p. Said va Zaynab. Yulduz Usmonova. Bu sertifikatlar hammasi shartli ravishda. Mirza Kalimova Gulbahor. Xo'p.
Nabiy va Mohina. Mamat va Dilrabo. Opa, boshlab olganingiz bilan tabriklayman. Ismoil va Nargiza. Endi chapachalmasanglar uyat bo'ladi bor-ku. Artik va Nargiza. Tabriklayman. Boshlaganinglar bilan tabriklayman sizlarni. Eshmurod va Iroda. Uyalchin, tortinchoq o'quvchilarimizdan. Egami va Maftuna. Napa? Sattar va Dilbar. Buni onlayn ham ko'rsating. Qanalar? Bu mana kvartal onlayn. Bu yoqda. Dilbar opa. Rahmat. Rahmat. O'tir. Yakub va Shahnoza. Shahnoza opa. Maftuna qabul. Karimova Maftuna opa. Tabriklayman. Bularni birinchi o'rinda boshlagani bilan tabriklayman. To'ychi va Muattar. Muattar. Qo'chqorov Humoyun. Qanalar? Chevar o'g'illar. Siz chiqmasangiz bo'lmaydi. Kel. Hozirgi kunda o'qib, o'zini ishini boshlamagan, eng qiyin vaziyatda o'xshaydimi, o'xshamaydi degan tochkada turishibdi. O'xshaydimi, o'xshamaydi degan. Hozir eshitamiz. Demak, eng yosh kattalarimizdan boshlaymiz va Tohira opa hal qilyapti dars. Avvalambor assalomu alaykum hammanglarga. Kelmam. Darslarimiz zo'r. Ustozlarim fursatdan foydalanib, ustozlarim Donoxonga, Go'zalxonga, Dilafruzga, hammaligiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Beshikdan qabrgacha ilm izladigan, bu yerda ham juda chiroyli ilm olsa bo'ladi. Odam uyga kirib olgandan keyin pensiya yoshliklar ancha zerikib qolishadi. Menga o'xshaganlar, Xudo xolasa, Donoxon aytganlaridek hammasi o'xshaydi. Men shunaqa niyat qilaman. Qiynalmayapsiz? Yo'q, qiynalmayapman. Qizlar menga yordam berishyapti. Hammasi Xudo xolasa o'xshaydi. Birinchi kun olib borganimda ertasi kuni menda уже sotuv bo'ldi. Men shunga xursand bo'ldim. Kim gapirgisi kelsa bir og'iz gapirgisi kelgan. Assalomu alaykum hammaga. Dona opa, sizga, Dilafruz opa, Go'zal opa, Gulbahor opa, Adina hammalaring katta rahmat. Men ham уже sotuvga chiqdim. FBS yoqdim. 1 milliondan oshiqroq sotuv bo'ldi. Nechta bilan boshladingiz? $300 hozir qo'yganman. $300 bilan kirdim. $100lik уже sotuv bo'ldi. Necha kun bo'ldi? 3-4 kun bo'ldi. Bergan bilimlaringga rozi bo'linglar. Bunaqa natija kutmadim. Уже 3-4 kunda. Katta rahmat. Iroda opalarga o'xshab milliardlarga chiqib yuraylik hammamiz. Inshaalloh. Iroda fanatlaringiz ko'p. Psixologiya, psixogenetika hamma motivatsiya beradigan o'qishlarni o'qib chiqdim. Dona opaga kelgandan keyin уже harakatga tushish vaqti kelibdi dedim. Shokka tushdim. Uncha narsa meni hayron qolmasa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, lekin hali ko'p ekan yangiliklar, o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar, to'xtab qolish kerak emas. Kechagi darsdan keyin xatolarimni tushundim. Xudo xolasa to'g'rilab savdoga chiqamiz inshaalloh. Rahmat aholi. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Shu yerga yig'ilgan aziz hamkasblar, hammamizga Alloh omadimizni berib, barakali savdolar bersin.
Dono opamni o'qishlari adushi вообще zo'r. Men kimga o'qiyotganimni aytsam, zo'r o'qishagan deb tan berishyapti. Chunki ko'p joyda o'qiganman, o как biznes, anaqa medate pulini olishadi, bo'ldi, sen bilan ishligi bo'lmaydi. Albatta, faqat itarib urishar ekan. Davay qil, sen eplaysan deb. Menga eng yoqqani shu bo'ldi. Kattakon rahmat. Bitta darsda Dono opam aytdilar menga, siz men uchun kelyapsizlar. Inshaalloh men ham Dono opamga o'xshab mana shunaqa katta auditoriyani yig'ib, shunaqa zo'r o'tirishlar qilish nasib qilsin. Hammaga shunaqa kunlar nasib qilsin. Inshaalloh. Men bitta narsani aytmoqchiman. Men tahajjudda o'qib so'radim-da, yaxshi ustoz bergan menga shunaqa yo'l ko'rsat deb. Hozir uyimiz sotilib, kvartiraga yashab turibmiz. Xudo xolasa, uy olish maqsadida topuvdim Dono opamlarni. Uysizlarga uylar olib beradigan darajaga borish nasib qilsin Xudoyim. Ilohim. Bir mo'jiza sabab qo'shilib qoldim. To'g'risi, yonimda pulim ham yo'q edi. O'qish pulini ham 1 soat ichida hal bo'lib ketdi-da. O'sha kun juda ham xursandman hozir o'qiyotganimga. Ko'pchilikka tavsiya qilaman. Kechagi darsgacha juda ko'p narsalarni o'rgandik. Hali umidlarimiz ko'p, Xudo xolasa. Inshaalloh. Rahmat, Dono opa, shunchalik tashkillattirib berganingiz uchun, shu o'tirishlarga. Dilafruz opa, sizga ham rahmat. Hamma savollarimizga javob berasiz. Erinmasdan. Joningizga ham tegib ketgandirman deyman-da. O'zi endi boshladim. 16-da olib borib berdim tovarlarimni. 5-6 ta korobka olib borib berdim. FBO yoqib, Xudo xolasa sotilib qolishini kutyapman. Bitta tovarim sotildi, shunga juda ham xursandman. Xudo xolasa qolganlari ham sotilib ketsin. Rahmat hammalarga. Inshaalloh. Hammalarga rahmat. Hali davom etamiz. Hali oldinda ancha-muncha darslarimiz bor. Inshaalloh bu oxirgi bitirma, sizlarga 2 marta bitirib bo'ladi. Inshaalloh, Xudo xohlasa. Hammalarga rahmat. Darsda davom etamiz. Bo'shashmaymiz. Rahmat. 10-patok o'quvchimiz eng katta ikkilanish bilan kelganlar. Eng katta. Orada urushib ham oldik. Gap ham talashib oldik. Lekin eng kerakli natija qila olgan o'quvchilarimizdan bittasi Berdiqul va Guli. Yozilishga kelganlarda men shunda ko'chadan chiqib ketayotganimda opalari yo singillar bilan kelgandilar. Mashhurlar kuratorlari mashhur bo'lganlar. Bizda kurator bo'lgan paytlaridan boshlaganlar. Bitirganingiz bilan xayrli bo'lsin. Guli ozgina bo'lsa ham rahmat. Sertifikatingiz bilan tabriklayman. Birinchi holatingizni aytib bermasangiz bo'lmaydi hammaga. Men sizni Instagramda ko'rib kelganman. Ofislariga borib ishonmasdan, lekin yozilganman kurslariga. Chunki so't sohasida ishlaganim uchun sotuvdan uncha qo'rqmayman. Lekin kompyuter umuman bilmasdim. Sizga rahmat, mashhur opamga rahmat. Umid opamdan o'rgandim, Go'zaldan o'rgandim. Hammalarga rahmat. Xudoga shukr. Hozir sotuvlarim yaxshi. Ish pul bilan boshlaysiz? Aytmasangiz bo'lmaydi. Ayttiraman, baribir ayttiraman. Men $1000 bilan boshlaganman. Xudoga shukr, hozir 400 million oshdi. Bitta narsa, qaranglar. $1000 bilan boshladim degani faqat o'sha pulni o'zini ko'paytirdim degani emas. Shu to'g'risida ham bitta ayting. Qiyinchiligini ham aytinglar, faqat oxirini emas. Qiyinchilik bo'ladi. Misol men kompyuter bilmaganim uchun kechqurun bilan ishlab chiqardim. Mashhur opamga rahmat. Nimani bo'lsa so'rardim. Oddiy o'rischadan o'zbekchaga o'zgartirishni ham bilmaganman-da. Sizga rahmat. Endi $1000 bilan boshlaganim $1000 tikib turib, bozorlardan qarz olib, o'zini o'ziga qilib ishlaganman-da.
400 millionga chiqish oson bo'lmadi. Yo'q. Qanaqa bo'ldi? Harakat qilish kerak. Uyqu yo'q. Terminib o'tiribdi. Hayajonlanmang. Hayajonlanmang. Qanaqa bo'ldi? Nima sotyapmiz? Mayli, shuni ayting. Nima sotayotganingizni? Ayollar kiyimi ko'proq. Ko'proq ayollar kiyim. Nimada yengillik bo'ldi? Sizni bunaqa darajada skachok qilishingizga boshqalarga nisbatan? Sodada bo'lganingiz uchun? Bozorda bo'lganingiz. Bozorda sotuvchi bo'lib ishlayotgan inson nima bo'ladi? Asosan ko'pchilikni taniydi. Taniganning hisobiga tovar topishda muammo bo'lmagan. Shunaqa? Bitirganingiz bilan tabriklayman va nihoyat o'qiganingiz uchun, ishonch bildirganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat sizlarga ham rahmat. Keyingi o'quvchilarimiz Karimbayeva Maftuna chaptiramiz. Qo'llab turamiz. Tohirova Dilshodaxon Samarqanddan. Normatova Odina. Jonon bu, jonon. Aripova Umida. Yo'q, aytur. Hojimatova Mohira. Bormi Mohira? Borlar? Ibragimova Manzura. Mo'minjonova Zuhra. Qo'llab turamiz. Makiyeva Shahnoza. Shahnoza qo'yadi. Fayzullayeva Jasmina. Onlayn o'quvchilarimiz. O'tiring. Keyin o'quvchimiz. Asqarova Saida. Saida opa 7-maktab o'quvchilarimiz. 9, 10, 11, 7-patok, 10-patok, 11, 14, 16, 15, 12, 11 hamma bor. Kuratorlari Go'zal, Umida opam, Gulbahor, Dilafruz, Mashhur opa. Hammalarni bitirganinglar bilan tabriklayman. Eng keragi. Kimda qanaqa fikrlar bor? Bo'lishamiz. Dono opani men 1 yil kuzatdim. Hali Telegramda, hali Instagramda prямой efirlarni ko'rardim, tinmay qoldirmasdan. Keyin o'tgan yili qaror qildim. Xudo xolasa 2025-yil offline gruppalar ochilsa, обязательно qo'shilaman, o'qiyman dedim. Sizni magaziningiz, do'koningizdan chiqishim bilan iyuldan o'zim do'kon ochib, avgustda 30 million оборот qildim. Mashalloh. Birinchi pul bilan boshladingiz. $500 atrofida edi-da. Chunki bu yog'iga ham tovarlarim qolgandi, оборотni aylantiruvdim-da, tushgan foydani. Boshlanishiga $500. Hozirgi kunda? Hozirgi kunda to'g'risi oktyabr, sentyabr оборотini qaramadim. Qaramaydigan o'quvchilar ham bor. Kim sabrchilik? Oyiga qaramayman, kunlikni kuzatib boraman-da. Har nechta sotaga chiqadi? Kundaga 10 ta sotilyapti. 10 ta tovar sotiladi. 1 million, 2 million, men yaqinda 2-3 kun bo'ldi, 3 million bo'ldi-da. Kuniga sekin-sekin oshib boryapti, xudo xolasa. Alhamdulillah. Yana ham bu yog'iga harakat qilamiz. Sizni energiyangiz bilan to'g'risi harakat qilyapman. Bu rahmat. To'g'risi agar gruppaga kirib, hammani kuzatib, kim o'zarga bo'ladi-yu baribir. Xudo xolasa men niyat qildim, shu qizlarga o'xshab men ham оборотim birlab qilaman. Inshaalloh. Niyat qilaman. Hammaga assalomu alaykum. Men 14-patokda onlayn o'qiganman. Kuratorimiz Go'zal opa. Mehnatlarga rozi bo'ling. Sog' bo'ling, doim uzoq umr ko'ring. Siz ham Dono opa. Men juda ham xursandmanki, ikkinchi kasb egasi bo'lishda yaxshi o'qituvchi tanlaganimga. Hozir men o'zim Milliy universitetda doktoranturada o'qiyman-da.
talabaman. Bu ikkinchi ishim. 1 yildan buyon qiziqaman mana shu o'zimga ham. Sizni yuzlashtirdi. Xudoga shukr, hozircha savdoyimiz yaxshi bo'lyapti. Yomon emas. Onlaynda nech pul bilan boshlab, nech pulga chiqdingiz? Boshida o'zim anaqa pulim bo'lgan payti sekin ish qilaman deb turib reja qilgandim. 1 million bilan boshladim. Keyin qiziqishib va bo'layotgan savdoni ko'rib turib xo'jayinim ham qiziqish bildirdilar. O'zi uy olamiz deb turib yig'ib qo'ygan pulimizni оборотga tikib yubordik hammasini. Bu katta risk. 60-70 millioncha pul kiritdik. Hozircha yana 2 marta pul yechib olgan bo'lsak, uni ham yana оборотga tikib yubordik. Uni ham qo'shdik. Chunki klientlarimiz narsalarimizni so'rayapti, yana faktur. Sentabr, hozir oktyabr oyiga foydaga ko'rganimda 60 million turgandi anaqada. Yaqinda hozir yatida ochdim. Oldi-sotdi qilib do'konni o'zimizning nomiga o'tkazdik. Endi bu yog'iga mustaqilmiz endi. Mashalloh. Alloh xayrli qilsin. Rahmat. Uy pulini tikish bu katta risk. Menimcha hammada katta risk. Uyimizni o'zi turgan pulimizni biznesga kirgizishimiz bitta katta risk. Lekin uy uchun olingan pulni kirgizish bu to'g'ri. Bu zo'r. Meni kirishim bashim qiziqarli bo'lgan. To'g'ri oldinglarga borgan bo'lsam ham 3 marta yozilib, 3 marta отказ qilganman. Buni sababi men emas, xo'jayinim bo'lganlar. Xo'jayinim ham savdo sohasidalar. Ishonmadilar. Kirganimda ham juda ham katta xafa bo'ldilar. Mana hozir ikkalamiz xudo xolasa sekin-sekin ish qilamiz. Ular sev sohasidalar, men kosmetika sohasidaman. Savdo qanaqa? Yaxshi, zo'r. Qanaqa boshladinglar? Qancha bilan boshladinglar? Pashti men unaqa katta summa bilan boshlamadim. Ozgina summa bilan kichkina 2-3 ta kartochka bilan boshladim, lekin zo'r bo'lib ketdi. Zo'ri nimaligini ayting? Zo'rimi? Zo'ri bitta tovarimni o'zi pashti 100 tadan oshiq sotildi. Zo'r. Shunaqa. Rahmat. Sog' bo'ling. Mingtalab sotilishini tilab qolamiz. Men mana shu yo'lda tanlaganimga xursandman. Avvalo sizga, Donaxon, ustozim Umidaxonga katta rahmat. Men bularning ichida hozir eng kattasi bo'lsam kerak edi o'dim. Yo'q, mendan kattalar ham bor ekan. Katta avlod ekanmizda. Men hozir shu yerda o'tirib karvonga o'xshatdim-da hammamizni. Bu karvonda sarbona sizlar, hamma ustozlar. Alloh xayrli qilsin. Bundan keyingi ishlaringga omad. Shunaqa hammamiz yig'ib shatga jamlabsiz. Ilohim bundanda martabangiz baland bo'lsin. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Umidaxon, sizga ham katta rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Avvalambor birinchi o'rinda sizga rahmat deyman. Shunchalik bizani injularimizni, qaysarliklarimizni ko'targaningiz uchun. Ilohim qo'sha qaring, baxtli bo'ling. Bundan ham martabalaringiz ulug' bo'lsin. Bundan ham bu eng kami bo'lsin. Shunaqa ko'payib, bundan ham ko'p omadingizni bersin. Dilafruzga avvalambor kattakon rahmat, qaysarliklarimni ko'targanlari uchun. Anaqalar Go'zalxonga avvalambor hammanglarga rahmat, shu yerda o'tirganlarga hammaga rahmat. Biza ham 14-patogingizdagi bo'laga o'xshab martabalarimizga chiqib, bizning sotuvlarimizni ko'p bo'lishini xohlayman. Rahmat kattakon. Men endi 7-patokda o'qiganman. O'sha oldingi 1 yil oldingi noyabrda boshlaganmiz. Xudoga shukr, hozir rosa yaxshi suvdam. Evlayapmiz, Xudoga shukr. Umuman boshqa sohaga kirib keldim. O'zi qanaqadir ichimda qiziqish bor edi-yu, nima qilishni bilmasdim. Webinaringiz bo'lgan sizni. Bugun ko'rganman, ertaga borib yozilganman. Birinchi bo'lib telefon qilganman Umidaga, kuratorga, mashaga bog'laning deyishgan. Ertasi kuni yozilganman. Unaqa ko'p o'ylanib kuzatmaganman men. 5 million bilan boshlaganman. Hozir 200 million обороtim bor. Rahmat kattakon. Hammanglarga rahmat. Xudo xolasa to'xtab qolmaysizlar degan umiddaman. Eng yomon narsa bilasizmi? Kursiga-yu. Kursiga kelgandan keyin bo'ldi, o'quvchilar ham yo'q bo'lib ketadi. Agar yo'q bo'lib ketmasanglar, dars davom etamiz.
Bilasizlar, dildan suhbatda hamma bormi? Hammanglar bormisizlar? Gruppada bir-biringizga bizlarni yozishimizni kutish shart emas. Gruppaga yozsanglar, o'zi gruppada hamma savollaringizga javob berishadi. O'shaning uchun bir-biringizdan energiya olib, bir-biringizdan motivatsiya olib, bir-biringlar bilan fikr almashsanglar, tezroq o'sish bo'ladi. Hammanglarga rahmat ishonch uchun kattakon rahmat. Onlayn o'quvchilarimiz Ibranova Durdona. Qo'lingizda. Kattakon rahmat. Ishonch kattakon rahmat. Rahmat kattakon. Hammaga assalomu alaykum. Dona opa, rahmat sizga. Mashhur opa, sizga ham rahmat katta. To'g'risi, birinchi sizdan oldin bitta opada o'qiganman, lekin yaxshi natijaga chiqa olmadim, yaxshi o'qita olmadi. Xo'jayinim ishonmay qo'ydi menga. Keyin sizni YouTube'larda intervyularingizni ko'rdim. Keyin to'g'risi tushlarimga ham kirib chiqdingiz ko'raverganimdan. O'qiyman dedim, pul bering dedim xo'jayinimga. Keyin sen oxirigacha yetkiza olmaysan bitta ishni dedi. Mana hozir Xudoga shukr, do'konlarga menejerlik qilyapman. Hozir bolam kichkinaligi uchun bolalarim ishlolmayotgandim o'zim. Mana endi o'zim Xudo xolasa do'kon ochib boshlamoqchiman. Rahmat sizlarga. Menejerlik qilasizmi? Lekin mana o'zimni o'qigan pullarim chiqdi-da. Hammasini chiqardim, oshig'i bilan chiqardim. Undan tashqari infografikalar qilaman. Rahmat. Sizlarni yordaminglar bilan. Rahmat mashhur opa sizga ham. Rahmat kattakon. Rahmat. Kattakon. Xudo xolasa o'zingiz natijalaringiz bilan ham bo'lishasiz. Xudo xolasa siz oldingizga borib yana hammani havasi keladigan, ko'p hamma joyda aytadigan o'quvchilarimizdan bittasi Nazar va Iroda. Bu ikkinchisi, hali uchinchisi ham bor. Keyingi o'quvchimizda Faya brendi o'quvchilarning ichida faqat o'zimda bo'lishini xohlamasdim. Chunki bizani marketplace'dan keyingi maqsadimiz har bitta o'quvchini o'zini shaxsiy brendi bo'lsin va bu brend orqali o'ziga doimiy daromad kelib turishini xohlayman va brend yarata olgan o'quvchilarimizdan bittasi Iroda Shotim brend, ikkinchi o'quvchimiz Tolipova Nodira Latif brendi asoschisi. Hozirgi kunda 3-marta tahsil olyaptilar. 2 yil fevral oyida 2 yil bo'ladi. Bular bilan birgalikda ishlayotganimizga bu 3-sertifikat. 4-si ham bor. O'zinglarni yo'linglarni bitta aytib bersanglar, xursand bo'lardim. Eng qiyini bu xo'jayinimning ishonchlariga kirish bo'lgan. Chunki menimcha ham ayollarda bor bunaqa muammo, lekin hozir xo'jayinim уже menga ishonadilar va yordam beradilar. Juda ham katta yordam beryaptilar hozirgi kunda, chunki biz harakat qilyapmiz brend ko'tarishga. Savdolar zo'r. Hammaga aytmoqchiman, harakatdan to'xtamaslikni. Chunki harakatda bo'lgan odamni o'xshamaydi, qiyinchilik bo'ladi. Agarda uni yengsa, o'sha qiyinchilik oson o'tgandek bo'ladi. Chunki kartadagi pullarni ko'rsa, men hozir pulimni bundoq qarayman-da. Voy, zo'r deyman. Keyin odamlar brendingiz haqida gapirsa, ularni eshitsangiz, u boshqacha kayfiyat beradi. Eng asosiy narsa oilada rivojlanish bo'ladi. Men oddiy ayol bo'lganman, uy bekasi. Xo'jayinim 4 ta farzandim bor. Xo'jayinim davlat ishida ishlaydilar, o'qiydilar. Universitet, akademiyada ular rivojlanib ketaverdilar. Men pastda qolib ketdim. Gapimizga to'g'ri kelmaydi, fikrimizga to'g'ri kelmaydi. Lekin men уже brend ko'tarishga harakat qildim. Ya'ni tashqariga chiqdim. Hozir birga maslahatlashamiz. Qizuv gapirish, qizuv. 4 ta bolani uyda uxlatamizda, maslahatlashgani ko'chaga chiqamiz. Ham romantika, ham rivojlanish uchun katta qadamlarni muhokama qilamiz.
Buning uchun sizga kattakon rahmat, chunki bu yo'lda chiqishimga siz sababchi bo'lgansiz. Biznesda brend yaratishda har bitta biznes egasini yonida ustozi bo'lishi kerak. U ustozi mana siz mendan hech qaysi maslahatingizni ayamagansiz. Har bitta gapingiz, hatto men topayotgan pulimni 4 taga bo'lish, ishlatmaslik, uni to'g'ri sarflash haqida men miyamda aylan sal boshqa narsaga pul ishlatgim kelsa, to'xta. Mamni bo'lish kerak. Bitta narsani maqtansam bo'ladimi? Bo'ladi. Hammaga maqtamoqchiman qizda. Menga xo'jayinim Lacetti olib berganlar. Lacetti haydab yurardim. Lekin shunaqa zo'r narsa bo'ldi, o'zimni pulim bo'ldi. Xo'jayinim olib berishlari mumkin edi, lekin men uni o'zim olgim keldi. BYD mashina elektrokar oldim. Bu narsani qizlar hammanglar qila olasizlar. Faqat ustozinglar bo'lsin har doim. Men oyiga $100 sotardim, tovarimdan yig'ardim. Oyiga $100 sof foyda bo'lardi. Оборотdan tashqari, men Dono opamlarga o'qishga kelganimda, Dono opamga aytganman, $1000 pulim bor, lekin tiksam o'sha pulim yo'q bo'lib qolishidan qo'rqyapman. Yana bu pulni oylab yig'amanmi deb aytganman. Bularni bilimlari, bergan yo'l yo'riqlari, ishonchi, qo'rquvni yengish, har bitta gaplari, maslahatlari meni osongina $1000 $2000 qilishga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Men oddiy uy bekasi bo'lganman. Yaqinroq gapiring. Kasbim hamshira bo'lgan. 3-farzandimga dekretga chiqib ketganman. Undan keyin bola katta qilib, keyin 4-farzandimga ham dekret ulandi. 4-farzandimni tuqqanimda bolalarimga qanaqa qarayman ishga chiqib ketsam derdim. Xudodan so'ragandim, uyda o'tirib ishlasam deb pul topsam derdim. Xo'jayinim ham yaxshi joyda ishlaylar, lekin o'zimni pulim bo'lishini xohlaganman-da, pulga o'zim. O'shanga 4-farzandim 2 yosh ush bo'lgandan keyin o'sha oyim Valbersni taklif qildilar menga. Valbersni o'qidim, o'rgandim. Uncha rivojlanmagan edi u paytda. Yatata ham ochib qo'ygan edim. Keyin sotuvlarim bo'lmagandan keyin Instagramga menga ruxsat yo'q edi. Keyin Instagramga ruxsat bo'ldi. Keyin sizni ko'rib qoldim, Dono opamlarni ko'rdim. Shu bilan Uzun marketga, bu ham Valbersga o'xshagan marketplaceligini tushunganimdan keyin Uzun marketga kirdim. Dono opamlarni o'qishlariga kirdim. Undan oldin Uzun marketni ochib o'rgangan edim. Sotuvlarim uncha yaxshi bo'lmasdi. 8 ta, 7 ta bo'lardi. Kirganimdan keyin 20 kunning ichida 45 taga ko'tarilib ketdi. Xullas, shunaqa qilib sotuvlarim yaxshi bo'lib ketdi. Keyin o'qishni bitirdik. 6 oyda 1 milliard оборотga chiqdim. 6 oyda 1 milliard оборотga chiqishi mumkin ekanmi? Kim chiqib kelyapti? Yo'q, menimcha ko'pchilik chiqib kelmayapti. Shunaqa qilib yana ishlarimni davom ettirdim. Yana boshqa yatata ochdim. Shunaqa qilib, Xudoga shukr, o'zimni pulim bor, o'zimni ishim bor. Xohlasam dam olaman, xohlasam ishlayman, tovarlarni borib qo'yaman-da, kuzataman sotilishini. Oldilari oyim menga xarajat qilardilar-yu. Bu safar qanaqadir menda kuch bo'ldi, уже menda pulim bor. Oyim Rossiyada yashaydilar. Ularga Toshkentga kelishlari uchun o'zim bilet olib berdim. Rosa xursand bo'ldilar. Keldilar, o'zimni pulimga oyimni xursand qilishga harakat qildim. Mana shu narsaga men hech qachon erishmagandim-da. Shu narsalarga erishganimdan ham xursandman. Kecha o'tgan kuni ketdilar. U biletlarni ham olib berdim. Men o'zim xursandman-da. Oyim ham xursand bo'ldilar. Nima demoqchiman? Odam maqsad qilish kerak, to'xtab qolish kerak emas. Baribir o'zini ustida ishlash kerak. Atrofdagi
oiladagi oila a'zolari ham hurmati boshqacha bo'ladida ishlaganda. Necha pul bilan boshladik? 8 million bilan boshlaganman. O'qishingizga kelishimdan oldin kirgandan keyin tavakkal qilishni sizdan yana motivatsiya olib o'rgandim. 2000 tikdim, keyin 5000 tikdim dollar. 1 milliardga chiqding. Keyin 1 milliardga chiqdim. Hozir oyiga qancha oborot qilamiz? Hozir oyiga 300 million oborot bo'lyapti. Oylik daromadim anaqa hisoblab ko'rdik. Hozir biznes tizimlashtirish kurslarida ham o'qiyman, donabamlarni. Hali ham qo'yib yuborganim yo'q, qo'yib yubora olmayman. Hisoblab chiqqanimizda 30 million sof foyda bo'lyapti oyiga. Rahmat kattakon. Xudo xolasa qolgan o'quvchilar ham shu o'quvchilar qatorida bo'lishiga ishonaman. Sizlarga kattakon rahmat. Inshaalloh. Bitta narsa aytmoqchiman. Tovarni narxini oshirmasdan turib ham yaxshi foyda qilsa bo'lar ekan. Misol uchun 50 million olmoqchisiz, uning uchun tovarni narxini ko'tarish shart emas. Uni faqat Dono opamdan o'rganasizlar. Rahmat kattakon. Po'lat va Malika. Qanaqa Malika? Sizni alohida aytmasam bo'lmaydi. Mamajon va Sayyora. Alimova Gavhar, Xudoybergan va Gulnoza, Hamidxo'jayev va Shahlo, Mahammidiy va Oydin. 10-patok. Malik va Malika, Sadullay va Sarvinoz. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum sizga ham. Yana bir bor rahmat sizga kattakon bergan bilimlaringiz uchun. Hammasi uchun rahmat sizga. Kattakon Dilafruzga, Go'zalga, kattakon rahmat sizlarga. Katta mehnatinglar ketdi bizga. Avvalambor birinchi o'rinda Guli degan o'rtog'imga rahmat deyman. Betga meni yetalab sizga o'qishga tavsiya qilgani uchun, lekin men anaqada emasman va shu rahmat sizga kattakon. Motivatsiyani ham zo'r berasiz, bilimni ham zo'r berasiz. Men to'g'risi birinchi yo'q dedim-da, keyin qarasam va shu zo'r ketyapti bu yog'i. Men savdo qilmagan bo'lsam ham, lekin odamni yashashga anaqa berar ekansiz, motivatsiya berar ekansiz, umid berar ekansiz. Rahmat. Shunchalik berganingizga, ilmlaringizga rozi bo'ling. Rahmat. Rahmat kattakon. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling bizga. Rahmat. 16-patok o'quvchizman. Men bitirganimga 2 oy bo'ldi. Xudo xolisa 30 milliondan oshdi oborotim. Qanchadan? 30 milliondan oshdi. Mashalloh. Xudo xolisa. Necha puldan boshladingiz? $1000 bilan boshladim. Mana shu 2 oy ham bo'lmadi, 1 oydan oshdi-da. Oborotim ko'tarilib ketdi, risk ketdi xolis. Shu aytgan hamma anaqalaringizga rioya qilsa, hammasi zo'r bo'lib ketar ekanda. Zo'r ishonib rahmat kattakon. Men Donoxonga katta rahmat aytaman. O'sha nima yig'ilish qilsalar men bordim, o'sha ertalabki choylarga hammasiga men hammaga aytyapman. Juda katta motivatsiya berar ekanlar. Ayol kishilarga yo'nalish berar ekanlar. Ani uyda o'tirgan ayollarni ayniqsa qanaqadir zo'r natijalarga chiqarib berar ekanlar. O'qinglar deb hammaga tavsiya etyapman. Men rahmat kattakon bergan bilimlaringizga rozi bo'ling. Go'zalga ham katta rahmat. Ilohim hammangni o'ylagan niyatiga yetkazsin Alloh. Sizlar yo'linglarni bersin bizga. Rahmat. Hammangizga rahmat kattakon. Men 15-patokda onlaynda o'qiganman. Kuratorimiz Go'zal opa, katta rahmat. Hamma aytganidek, kuratorlarga umuman gap yo'q. 24/7 aloqada bo'lib, juda ham yaxshi tushuntirishadi. Men o'zim umuman rejamda ham bo'lmagan, pulim ham bo'lmagan o'qishga. O'zimda ishlash umuman men bir chetiga ham kelmaganda. Menga bu kursda bitta yaqinim sovg'a qilganlar. Sen o'qigan, rivojlangin, senda imkoniyat bor. Ular viloyatda turishadi. Sen Toshkentda imkoniyat ko'proq deb menga sovg'a qilganlar. Ularga ham rahmat aytaman. $100 oborot bilan kirganman. O'zi oborotga pulim ham bo'lmagan. Uyimizda просто tovar bo'lganda, Xitoydan olib kelganmiz. O'sha tovar bilan kirganmiz. Endi bu yog'iga yana oborot kirishda hali davom etaman. Молодец. Rahmat. Zo'r. Rahmat.
Dona opa sizga, Umid opa sizga judayam katta rahmat aytaman. Chin dildan aytaman, men 29 yoshga kirgan bo'lsam, bakalavr o'qidim, magistratura o'qidim, ko'p har xil kurslarga o'qidim, lekin shu paytgacha bironta sizdaqa ustoz ko'rmadim, to'g'risi. Shunaqa yaxshi ustozsiz. Biza 7-potokdanman, bitirganimga 1 yil bo'ldi, 1 yil bo'lyapti. O'shandan beri siz bilan aloqadaman. Ertalab yozsam ham, kechqurun yozsam ham, Umid opam ham har doim yarim kechasi bo'lsa ham javob beradilar savollarimga. Yotdingizda, ochdingiz, anaqa nima deydi? Umuman hech qanaqa muammo yaratib bermadingiz-da. Bizga shunaqa juda katta hurmatim bor sizga. Ilohim topganingiz hamisha oltin bo'lsin. Allohim topganingizni barakasini ko'paytirib bersin. Sizdaqa ustozlar ko'paysin deyman. Rahmat kattakon. Rahmat ishonchingiz uchun. Hammanglarga rahmat. Xudo xolasa keyingi ishlaringizda omad tilab qolamiz. Rahmat kattakon. Eng keragi ishonch berganingiz uchun. Bizda ishlab, o'zimizdan kursimizda o'qib, ishga qolgan o'quvchilarimizdan meni baqirishimni ham, boshqamni ham ko'rgan o'quvchim Safar va Dilafruz. Rahmat kattakon. Rahmat. Bizga bitta qiz kerak bo'lganda, bu qizni Go'zalga o'zi olsak bo'ladimi degan. Go'zal bilmadim degan. Lekin Xudoga shukr bizning komandamizga moslashib, baqirishimizga ham, boshqasiga ham chidab ishlab kelayotgan, Xudo xolasa katta natijalarni kutadigan o'quvchilarimizdan bittasi Gazeva Odina. Endi bitirishdi. Rahmat. Bu qizni gapirmasam bo'lmaydi. Esingizda bo'lsa, kim eshitdi? Mart oyida 1 yilga o'zimga shogird olaman degandim. Esingizda. Shu o'quvchilarning shunaqa shogirdlardan bittasi adashmasam uyda molini sotib keluvdimi? Molini sotib keluvdi, adasi sotib beruvdi. Yunus va Gulbahor. Tabriklayman. Rahmat. Go'zal, hozir. Eng keragi birinchi kelgan Gulbahor bilan hozirgi kelgan Gulbahorni farqi eshitamiz? Aytmasang bo'lmaydi. Gulbahor bo'lishuncha odam kutib. Assalomu alaykum. Yig'laydi hozir yana. Kelgani. Yig'lamasdan gapir. O'zi hayajonlanib ketaman-da. Shu kunimga kelganimga sizga kattakon rahmat. Avalasi shunchalik darajaga yetkazganingiz uchun rahmat. Ancha narsani o'rgandim. Gulbahor birinchi kelganda tikuvchi atelyeda yotib qolib ishlarkan. Olmaliqmi? Olmaliqdan qatnashga qiynalgani uchun yotib qolib ishlarkan. Bu yoqda endi nimaga kam oylikda ishlashga rozi bo'lgansiz deganimizda shu yotoq joyi bo'lgani uchun deb aytgandi. Lekin o'sha bizning kelishuvimizdan tashqari kvartira topishga yordam berdi. Hozirgi kunda boshida kelgan Gulbahor bilan hozirgi Gulbahor ancha farq bor. Menga hozir o'quvchilarni natijaga chiqishiga birga bir yordam berib kelayotgan o'quvchilarimizdan bittasi va Xudo xolasa men ishonaman, ishonchimizdan oqlaydi. Odina? Avvalambor assalomu alaykum. Bu yerga kelishim, Donopan yonida yurishim hech oson bo'lmadi. Buning uchun onam anchagina narsa sarfladilar. Birinchi o'zi qiziqmagan edim, oldindan kuzatib, keyinchalik onamni qiziqtirib, onam kuzatib, o'qishni bitirganimdan keyin universitetga kira olmaganim sabab bo'ldi. Hozir bu yerga kelib, siz yoningizda ishlab, Donopam bilan birga ishlab, afsuslanmayman. Ertalab turib erinmayman,
bozorga tushib, hozirgi kunda narxlarni bilib, tovarlarni bir-biri bilan solishtirib, o'zim ham hozirda uzumda ishlayman, chunki o'qidim Donopamda. Hech qachon erinmanglar, bozorga tushib, har doim narx-navoni, tovarlarni bir-biriga solishtirib ish qilsanglar yaxshi bo'ladi. Eng asosiysi o'zlaringiz tushungan tovarni qo'ysalaringiz eng katta, eng zo'r ish bo'ladi. O'shandagina magazin yuradi. Молодец! Assalomu alaykum. Hammaga biz bilan birga o'qigan kursdoshlarim, kuratorlik qilgan gruppamizga hammaga bitiruv oqshomi bilan tabriklayman. Men Donopamda o'qiganman. 14-patok o'quvchilari bo'lganman. Tovar qo'yishimdan ertasi kuni sotib o'qiganman. 500 ming оборотimni bir oyda 3 million 700 qilib chiqqanim sabab Donopam shikoyatga. Rahmat sizga Donopam. Rahmat. Hamma kelganlarga kattakon rahmat. Birinchi o'rinda kimgadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, albatta bunisiga ham uzr so'raymiz. Xudo xolasa to'xtab qolmaysizlar, yana ham natija qilasizlar degan umiddamiz va biza borimiz, biza davom etamiz va inshaalloh Donali xonova biznes maktabi ochilgan, bilasizlar, onlayn hamda offlayn tartibda ofitsialniy rasmiy tarzda faoliyat olib boryapmiz va hozirgi kunda bizani tez kunda yangiligimiz bor. Ikkinchi filialimizni ochish va butun respublika bo'yicha Alixonova biznes klubini hamma joyda offlayn filiallari bo'ladi 1 yil ichida. Inshaalloh bunda sizlar qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Hammaga rahmat kattakon.